Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun biz bitta kichik ko'rgazmaga keldik, lekin ko'rgazma zo'r. Bu yerda uy jihozlari, kuxnyaga nimadirlar kerak bo'lsa, idish tovoqlar, undan tashqari har xil kichkina mayda texnikalar ham bor va krem, personal care, o'ziga o'zi qarash, yuz, tish shotka, xullas mayda-cho'da ko'rgazmasi. Sizlarga hozir qiziqarli narsalar bo'lsa ko'rsatamiz va birinchi ko'rsatadigan narsamiz hozir internetda shov-shuv bo'lgan narsani borib ko'ramiz. Ketdi. Xullas, o'sha shov-shuvli bo'lgan narsa, men ko'rib turgan ventilyatorlar, mashinalar qor bo'lsa yoki barq to'kilgan bo'lsa, shunday ventilyator bilan yoki masalan ko'mir, mana shashlik videoda ko'rsatib olsam, mana bundoq kartonda qilib o'tirmaysizlar-da, bittada yoqib yorvorsizlar. Supurgi ham kerak emas. Bittada yoqib hamma barq changlarni mana yig'ishtirib tashlasa bo'ladi. Zo'r ekan. Xullas, bu yerda undan tashqari mana bunaqa qor haydaydigan narsasi bor ekan. Bu ham shamol bilan birga. Undan tashqari mana bunaqa tozalagichlari uyga bitta hovliga olib qo'ysa juda zo'r ekan. Va o'sha mashhur bo'lgan ventilyatori. Mana bu qaysi? Ko'ryapsizlar? Mana shamol tezligini ko'rsataman sizlarga. Juda tez. Ertalab asosan bu yil qor ko'p keldi. Mashinalar qor bo'lsa, supurib o'tirmaysizlar-da, bitta kelasizlar-da, mana tashlasizlar, bo'ldi, top-toza bo'ladi. Yoki quvvati qanchaga dedi? Yarim soatga yetar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi zo'r ekan. Mana shu turishi 45 yuan ventilyatorning o'zi, 20 yuan batareyka. Batareyka ham har xil bor ekan. Kuchlirog'i va sal undan pastrog'i bor ekan. Uni kelishsa bo'ladi, lekin asosan 45 yuan plus 20-65 yuan. Undan tashqari kuchliroq olaman desanglar, mana bunaqasi bor ekan. Keyin bu yerda aralari bor, qaychilari bor. Mana ichkariga kirib ko'rsataylik. Mana bunaqa qaychilari bor ekan. Tomanu odamlar yalqov bo'lib ketyapti, texnika esa rivojlanyapti. Mana aralari ko'rayotgan bo'lsanglar. Undan tashqari boshqacha aralari. Bu dehqon bobolarimiz yaxshi bilishadi. Keyin nima edi, izgiritni qirqadigan aralari. Xullas juda zo'r ekan, narxlarini kelishsa bo'lar ekan. Zavod birinchi qo'l, narxi juda arzon. Bu hozir 45-20 yuan degani bilan xitoyliklar bilan gaplashsa, undan ham ko'proq tushib beradi. Agar qancha ko'p bo'lsa, undan ham past qilib beradi. Xullas zo'r ekan. Yoqdi. Hozir yana boshqa joylarni ko'ramiz. Ketdi. Xitoyda yana bitta qiziq narsa ko'rsatamiz sizlarga. Bular o'zi boshqa levelda sotishadi. Unaqa bozor bizada ko'pchilik aytayapti, odam yo'q bozorlarda, odam yo'q. Xitoyda ham bozorlarda odam yo'q. Hamma odam telefonda. Va ular nima qilishadi? Ular mana bunaqa ikkita stendga kamerani qo'yadi, ko'ryapsizlar, va onlayn sotishni boshlaydi. Onlayn sotganda ham qanaqa sotishadi? Ko'rib turgan narsalarni sizlarga past narxda qo'yib beradi. Masalan 60 yuan bo'lsa 50 yuan qilib beradi. Va bemalol shunday olib tashlasa bo'ladi. Bir kunda o'zida bular 1 million yuangacha, 10 million yuangacha savdo qilishadi. Xullas, ko'ringlar, o'rganinglar, bu Xitoyda marketingi. Jostki marketing deydi-ku. Mana ko'ryapsizlar. Shunday olib sotib, ishlatib, onlayn hammasini ko'rsatadi. Bitta telefonni qo'yadi, internet, TikTok yoki Douyin yo Instagram. Bular asosan Douyinda sotishadi, u Xitoyda o'zini TikTok'i. Shunday qo'yib, mana ko'rsatyapti, ishlatib ko'rsatadi. Onlayn olasizlar o'sha Douyinda, TikTokda o'zidan, telefonda o'zida shunday ko'rib, Instagramda bosasizlar, bo'ldi. To'laysizlar. Ertasi kuni uyingizda bo'ladi. Mana Xitoy, mana sizlarga qanaqa pul ishlash. Ayollarimiz uylarni har xil xushbo'ylar bilan bezatishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun katta mana sham ko'ryapsizlar. Bir oyga yetar ekan, har kun ishlatsa. Atak bizlarnikilar 1 yilga ham ishlatsa kerak menimcha. Bu hid bergamot, jasmin, atir
Undan bir yil svet bor yo'qligiga qarang. Undan tashqari kichkinasi bor ekan. Xo'sh, narxiga kelsak, kichkinasi 70 yuan, kattasi esa 100 yuan ekan. Bu shamlari bor ekan. Undan tashqari mana bunaqa hidlari ham bor. Hojatga yoki biron bir xonaga qo'yib qo'yishga hidi juda o'tkir va nimalardan qilinishi mana bular botga qo'yib qo'ygan. Bot mana bu tomonga kelsa o'zi shundoq hidi chiqib turibdi. Shuning uchun zo'r ekan, bizga yoqdi. Hid o'zi mana shu yerga kelsa shundoq hidlari sezilyapti. Burunlarimizni ham ochib yubordi. Xullas chiqinglar aloqaga, kerak bo'lsa zo'r narsalar bor ekan. Katta shamlari lekin zo'r ekan. Hozir hamma ishlar kompyuterga ketyapti, odamlar ko'p o'tiryapti. Xullas, mana bunaqa stollar modaga kiryapti. Ko'tarib, turib ishlasa bo'ladi. Hozir bizga ko'rsatdi, videosini qo'yamiz. Bemalol o'tirib, mana turib ishlatsa bo'ladi. Hamdoqib. Mana tushyapti-da. Ko'ryapsizlarmi? Tushyapti. Keyin bemalol ko'tarib ishlatsa bo'ladi. Menimcha masalan, hozir AQShda trakchilar, dispetcherlari ko'p o'tiradi, 12 soatlab o'tiradi, 18 soatlab. Ba'zida turib ham ishlagisi kelib qoladi, o'tiraverib odam joniga tegadi. Xullas, chiqinglar aloqaga, kontaktlarini beramiz. Bular narxi sal qimmat etyapti bizga, bilmadim nimaga. Biz o'zimiz o'rtoqlarimiz olgan. Bu hozir mana shu turishini o'zini, skeletini $150 deyapti. Biza nima shu desk taxtasi bilan birga $150 gami olganmiz. Undan ham arzoni bor. Bunisini $150 deyapti, unisi sal qimmatroq kattaligi uchun. Mana bu kichkinasi esa $50 dedimi, shunaqa dedi. Taxtasiga alohida pul to'laysizlar deyapti-da bular. Shuning uchun biz sal manaqa bular xitri xitoylik ekan deyapmiz. Shuning uchun bizda boshqa kontaktlar bor, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Do'stlar, mana hozir zo'r narsa topib oldik. Ko'ryapsizlarmi, kichkina ko'rgazma bo'lsa ham chiroyli narsalar chiqib qoladi. Nima bu? Mashinka. Mashinka mana bunaqa salfetkani issiqqina qilib, qo'l qilib beradi. Bemalol qo'linglarni artib kirsanglar bo'ladi. Menimcha O'zbekistonga juda zo'r narsa. To'y yoki osh marosimlar yoki tug'ilgan kunlarga kelganda hamma qo'l yuvib nima qiladi, oxir ba'zilar borib kirib o'tirgisi kelmaydi. Shuning uchun bitta mashincha qo'yib qo'ysa, kirgan odam shundoq kiradi, oladi tabletkani, qo'lini artib tashlab yuboradi. Yoki nimalarda? Shifoxonalarda. Zo'r narsa ekan, menga yoqdi. Va aytyapti 100% bakterialniy, mana bunisi esa 100% taxtadan qilingan ekan. Zo'r. Do'stlar, biz hozir pilososga keldik. Suv, chang, xohlagan narsalarni tortadi deyapti. Batareykasi olinar ekan, bemalol zaryadga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Pilososni o'zi mana suvda, mo'yishi pilosos deyiladi bizda. Zo'r ekan, mana suvni almashtirib bemalol. Jigir, do'shrochi. How much is it? 560. 550. 60. Pilosos 560 yuan, bu degani $50, $60 chamasi. $70 da, $70. Kursga qarab. 75. $70-75. $70-75 ga arziydimi? Bizda menimcha $300 dan sotsa kerak bu pilososni. Yana o'zi tozalaydigan sistemasi bor ekan. Bu yana eng qimmati, eng zo'ri deyapti bular. Bundan tashqari mana kichkinalari bor. Bundan how much this one? This one is 510.
510 yuan ekan. Xullas do'stlar, menimcha zo'r narx pilisoska. Chiqinglar, aloqaga chiqamiz, gaplashib ko'ramiz. Hozir kontaktlarini olamiz. Do'stlar, biz hozir har bir ayol kishini nima edi, xohlagan narsasi chinni bozorga keldik, Pasudaga. Ko'ryapsizlar, men servislarini, men vashchi zo'r ekan, sariq menga yoqdi o'zimga. Ovqatlarni elegantli qilib mehmon kutib olsanglar bo'lar ekan, lekin vashchi zo'r ekan. Mana bu tomonlari ham Pasuda ekan. Bu pavilyon o'zi Pasuda ekan. Mana bu yerda mana fillari turibdi. Yo'qda bilmadim. Ping deylarmidi? Hozir qiziq narsa bo'lsa biz olishga harakat qilamiz. Kontaktlarini olib, gaplashib ko'ramiz, necha pul narx-navosi. Mana bu yerda chayni servislari bor ekan, xitoyliklarning o'ziniki. Mana bu traditsionniy xitoyliklarni choy kutib oladigan nimasi, damlab sizlarga berishadi. Bundan tashqari mana krujkalari choyga zo'r ekan. Hozir biz gaplashib ko'ramiz. Nima gap, nima so'z ekan. Zo'r. Xitoy o'zi Pasuda bo'yicha menimcha birinchi o'rinda tursa kerak. Bizdagi bozorda ham 90% menimcha Xitoydan kelsa kerak. 10% agar o'zimizda ishlab chiqarilmasa. Zo'r ekan. Hozir ishlab chiqaruvchini topdik. Bular endi Toshkent, O'zbekistonga borgan ekan. Nima narsa sotishadi? Mana bu ko'ryapsizlar. Bu yog' pog'larni solishga. Hamma biladi, yog'ni biz mana bunaqa baklashkasini o'zidan qo'yib yuboradi va ko'p yog' ketadi. Bu esa hozir suv solib qo'ygan. Bundoq sepsanglar, ko'ryapsizlar, ozgina yog' ishlatiladi. Asosan fitnesschilarga juda zo'r narsa bu. Men o'zimga ham yoqadi. Xohlasanglar, boshqachasi ham bor ekan, mana ko'ryapsizlar. Bunda ham sepsa bo'ladi yoki mana yonga qism bunda ochilar ekan. Ko'ryapsizlar? Sepsa ham bo'ladi. Endi hozir suv kam qolgan. Narxiga kelsak, narxi kattasi 8 yuan deyapti. Kichkinasini esa 4 yuan deyapti. Bular o'zlari Toshkentga ham borar ekan. Toshkentda hozir so'raymiz, necha pul narxga sotishayotganini. Yozib qoldiramiz pastda balki. Lekin narxi zo'r ekan va yog'ga juda zo'r narsa. Yog'ning narxi kundan kunga oshib ketadi. O'zingizlar bilasizlar. Xullas olib qo'ysanglar, har bitta oshxonada bo'lishi kerak bo'lgan narsa menimcha juda zo'r. Undan tashqari mana boshqachalari ham bor. Bu yerda kattalari ham bor ekan. Har xil stilda, rangda nima xohlasanglar chiqazib beradi. Xullas aloqaga chiqinglar. Mana hozir vichatini qo'shyapmiz. Ismiga kelsa, ismi zo'r ekan. Jekchan ekan. Do'stlar, biz hozir restoran va o'sha ovqat sotadiganlarga zo'r narsa topdik. Mana bu alyuminium folgalardan tayyor qadoqlar. Ovqat solib jo'natsanglar bo'ladi. Bizga yoqqan narsasi. Bizda ko'pchilik osh aytganda lagan bilan birga jo'natishadi. Laganga ham alohida narx oladi. Mana bunaqa upakovkasi bor ekan, alyuminium, yopiladi. Ustidan paket qilsa tayyor, olib ishlatsa bo'ladi. Narxi 1,5 yuan ekan. Bundan tashqari mana kattalari bor. Xohlasanglar mana bunda kichkinaroqlari ham bor ekan. Ustiga qopqoq qilish muammo emas. Shashlikchilarga zo'r ekan bu. Toqqa yoki olib chiqib ketsanglar, undan ham zo'r. Bundan tashqari mana bunaqa lagani ham bor ekan. Hammasi alyuminium. Bundan tashqari buni yana ishlatsa bo'lar ekan ko'proq va mana bunaqa o'zimizda qozonga o'xshaganlari bor ekan. Ko'ryapsizlar. Ovqat solasizlar, issiqqina turadi. Duxovkaga qaytadan yana ishlatsa bo'ladi deyishyapti. Bemalol toki o'zing mana buzib tashlamaguncha, agar yaxshi nima qarasang, bemalol ishlatsang bo'ladi. Ko'ryapsizlar, har xil nimasida shaklda chiqarib berar ekan. Mana bu eng katta qozon edi. Ko'ryapsizlar? Yengil, suvda ushlaydi. Menimcha kafe restoranlarga zo'r narx. Narxi ham juda arzon. 0.6 maodan ketaveradi, unaqa qimmat emas. Ba'zi narsalariga ozginadan olsa bo'ladi deyapti. Ba'zilariga lekin nima kattaroq miqdorda olish kerak ekan. Menimcha zo'r narsa. Men hali Toshkentga borib ko'rmadim. Biron marta mana shunaqa narsada bizga ovqat yetkazib bergani. Faqat shu laganda yoki
plastik idishda jo'natadi, plastik idish keyin yotadi, chang bosib. Shuning uchun zo'r narsa ekan, yoqdi. Do'stlar, mana Xitoyga bilsanglar, kontent bo'yicha birinchi o'rin Xitoy, kontent zavodlari ham bor. Mana bu yerda qarasanglar, o'sha yerdan brat olishni boshlayapti, hammasi onlayn ketyapti. Mana bu yerda qizlar sotishyapti onlayn. Bu tomonga o'tsak, mana bu yerda ham sotishyapti. Hamma joyda chiroq turgan joy ko'rsanglar, hammasi onlayn sotyapti. Bu minglab, 10 minglab odamlari bor, followerlar, millionlab bo'lgan followerlar. Mana bu yerda ham ko'ryapsizlarmi? Hozir ko'rgazmaga kelish ham shart emas. Ko'rgazmani o'zi sizlarga boradi internetda. Hammasi arzon narxda sotishadi onlayn bo'lganda. Ko'pchilik onlayn olib, biz o'zimiz ham mana bu WeChat programmalarida yoki Douyinda qarab o'tirganimizda Taobaoda bo'lgan narsa onlayn sotayotganda arzonroq chiqadi. Va shunda ovorsa bo'ladi. Ko'ryapsizlar. Xitoy hozir trendni beryapti hammaga. Shuning uchun Xitoydan ko'p narsa o'rganish kerak. Qo'rqish kerak emas raqobatdan, Xitoydan va yaxshisini olish kerak. Hamma biladi, uyga kirgandan keyin oyoq kiyim yechiladi. Hozir oyoq kiyimga moda bo'layotgan narsa Xitoyda mana bunaqa bokslar. Ko'ryapsizlar, nechta kerak bo'lsa qo'ysa bo'ladi, bu yig'iladi, olinadi. Agar 4 ta kerak bo'lsa, 4 ta, 3 ta kerak bo'lsa, 3 ta, bu yerda hozir mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta qo'yilgan. Kichkina bokslari, kichkina krossovkalarga mana bu yerda katta etiklarni ham qo'yib qo'ysa bo'ladi, chiroyligina qilib. Chiroyli taxlangan turadi. Bilasizlar, mana bu bizda temirli narsalar qo'yib qo'yadi. Qo'yish qiyin, olish qiyin undan ba'zida. Ammo bunda olasizlar. Bemalol keyin qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Va yana chiroyli, ixchamgina turadi. Mana bu yerda ana ko'ryapsizlar, kichkinalarga, yosh bolalarga, kattalarga hamma boks bor. Kiyim qo'ysa ham bo'ladi, oyoq kiyim qo'ysa ham bo'ladi. Sizlar hozir gaplashib ko'radi, mana rasmlarni ko'ryapsizlar, uzun etiklarga ham bemalol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Hatto kiyimlarga ham. Zo'r ekan, biz hozir gaplashib ko'ramiz. Kerak bo'lsa, aloqaga chiqing. No Inside. Do'stlar, hozir biz zo'r narsa topdik. Nima bu? Ko'ryapsizlar, mana bu yerda rasmi turibdi. Mana bu yerga kelsanglar. Bizda chaqchuv deydi. Yong'oq, pista, bodomlarni ichiga qo'ysa bo'ladi va qo'ygandan keyin bilasizlar, muammosi nima? Ishlatmasanglar, yemasanglar qurtlab ketadi ichida. Bu o'sha narsani oldini oladi. Qanaqa qilib? Buni solganinglardan keyin mana bunaqa bosar ekansizlar. Bosganinglardan keyin ichidagi hamma havo chiqib ketadi. Va qo'ygan narsanglar, pista bodominglar turaveradi. Yillab, oylab. Biz o'zimiz ham olganmiz. Juda zo'r narsa. Hozir ko'rib, обязательно olish kerak dedim bu narsani, chunki Toshkentda qidirib topolmaganmiz. O'rikzorda ham, Ipodromda ham, Chorsuvga ham borganmiz. Hech qayerda yo'q. Xitoyda bor. Kelsanglar olib nima qilsa bo'ladi? Mana bundoq qo'yib, qiydalayman. Hozir ochib ko'rsataylik. Mana. Knopkasini bossanglar, havo chiqib ketadi. Ichi mana. Zo'r narsa. Chunki har bitta o'zbek oilada chaqchuqlar bo'ladi, mehmon qo'yishga, nima qo'yishga oladida, keyin yotadi chaqilmay. Keyin qurtlab ketadi. Mayiz, bodom, pista hammasi. Hatto o'zimiz ham Toshkentdan Xitoyga olib kelsak, bu yerda namgarchilik juda yuqori. Mana shunaqa bokslarda saqlaymiz. Yegimiz kelganda olib, bemalol yeymiz. Keyin esa turaveradi. Do'stlar, bugungi mana ko'rgazmani sizlarga imkon qadar ko'rsatishga harakat qildik. Ko'rgazma 5 ta pavilyonda bo'lyapti. Narsalar ko'p. Bu narsalarni bizda onlayn ham bor, bizda baza bor.
Kimga qiziq bo'lsa izohlarda qoldiringlar, laykinglarni ayamanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Ko'rganingiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.